Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu samimiylik ufurib turgan ovoz sohibasi Madinaxon opajon, salomatmisiz? Sizmisiz? Rahmat, menman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'tgan tonglar, boshlangan kunlar xayrli, barokatli, quvonchli xabarlarga va kutilmagan lahzalarga boy kun bo'lsin, ilohim. Voy, rahmat. Kim ekan bu sehrli ovoz sohibasi o'zi? Avvalambor Madinaxon opajon, bugun kun qirolichasiz. Bugungi kun siz uchun, bugun 22-iyul sanasi. Shukronalik kuningiz, shodlikka to'la ayyomingiz, Alloh nasib etgan yana bir umringiz, yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat, kattakon. Umringiz uzoq bo'lsin. O'zimni albatta tanishtirib o'taman. Dilizhorim loyihasi Kamina boshlovchi Adolatxon sizni O'zbekiston yurti Yettibirlar shahri Buxoroy sharifdan bezovta qilmoqdaman va Buxorodan alangalik salomlarimiz. Rahmat, kattakon. Buxoroga Namangandan alangalik salomlar. Mashalloh, umringiz uzoq bo'lsin. Gullar shahri Namangan jannat makon joylardir. Judayam xursand bo'ldim opajon. Shunday joylardan turib sizga qo'ng'iroq qilayotganimdan. Rahmat, kattakon. Judayam xursand bo'ldim. Endi bu qo'ng'iroq qildirayotgan odam kim ekan o'zi? Ana bo'lmasam, endi shu savollarni sizga bermoqchi edim. Madinaxon opajon, ertalabdan sizni ko'nglingizni olay deb sizga mana shunday kayfiyat ulashib, men orqali sizni tabriklamoqchi bo'lgan bu insonlaringiz kim ekan? Xayolingizga hozirgi daqiqalarda kimlar kelayapti? Bu bizga juda ham qiziq. Ayni damda hozir xayolimga kelayotgan narsa, to'g'risi ijtimoiy tarmoqlarda judayam ko'p do'stlarim bor. Ana o'shalar birlashgan holatda menimcha kimdir tabriklayapti, lekin o'zim ham hayronman, chunki juda ham ko'p. Ularni har birini o'zini o'rni bor, hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Shunchalik meni hurmat qilib telefon qildirishyapti ekan, lekin menga ham qiziq bo'lyapti, qaysi birlari ekan. Albatta, juda ham to'g'ri topdingiz. Aytaman desangiz, atrofingizda juda ham ko'p yaqinlaringiz bor, hayotda do'stlar, oila, aytsak atog'i bo'lmaydigan insonlaringiz ko'p. Lekin aynan TikTok platformasidagi oilangiz, qarindoshlar desam adashmayman. Albatta. Hammalari sizga bugun salomlar, tabriklar, ko'ngil gaplari, shirin tilaklar yo'llaganlar. Bilasizmi, Madinaxon opamiz TikTok tarmog'ida, platformasida o'rinlari juda ham katta.